Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Bugun Gantt bo'yicha gaplashamiz. OSINT mavzusini davom ettiramiz. Kecha Holohe dan foydalanib, demak email haqida ma'lumotlarni olgan edik. Bugun Gantt haqida Windowsda, demak OSINT ochiq ma'lumotlarni yig'ishni o'rganamiz. Gantt nima va nima qiladi? Gantt Google akkauntlari haqida ochiq ma'lumotlarni yig'adi. ID, YouTube kanallar, Google sharhlar, ochiq Drive fayllardan ma'lumotlarni qidiradi. Windowsda ishlaydi. Faqat Python bilan. Kecha Pythonni ko'rsatdim. Qonuniymi? Ha, faqat ommaviy ma'lumotlar uchun qonuniy va ochiq manbali hisoblanadi. Nimaga kerak? Nima kerak biz uchun? Python kerak. Pythonni kecha ko'rsatdim. Python sizda bor yo'qligini tekshirish uchun, demak Python. Demak, ikkita minus version deb yozsak. Mana menda Python o'rnatilgan, sizda ham shunday chiqishi kerak. Tushunarli? Endi Ganttni o'rnatamiz. Buning uchun Python demak chiziqcha pip install upgrade birdan yangilaymiz. Agar bo'lsa, enterni bossak, birdan o'rnatib yangilaydi, yangi oxirgi versiyasini. Kutib turamiz. Eslatib o'taman, bu masalalar axloqiy va ta'lim uchun berilyapti. Har qanday keyingi muammolar uchun biz javobgar bo'lmaymiz. Shuning uchun faqat ruxsat etilgan email elektron pochtalar bilan tekshirib ko'rasiz, o'zingizniki bilan. Demak, Gantt successful bo'ldi, o'rnatildi. Endi biz Pythonni o'rnatib yuborib, bizda uzr. Mayli, hamma ko'rib qo'ydi. Demak, Pythonni yo'qlar. Demak, mana shu nima qilib shunaqa o'rnatib oladi. Tushunarli? Men xayol bilan, demak, endi qani versiya nechiga o'zgardi? Bizda yana shu versiya bo'ldi. Endi Ganttni o'rnatamiz. Pip install Gantt. Enterni bosamiz. Demak, Pythonni ham mana o'rnatishni ko'rsatdim. Xayol bilan. Demak, Gantt o'rnatilyapti. Successful installed Gantt 2.3.4 versiyasi menimcha o'rnatildi. Endi Ganttga kiramiz. Demak, bu o'zimizda Gmail pochta bilan ishlaydi. Endi bizga yana sun'iy intellekt kerak bo'ladi. Copy qilamizda, endi keyingi etaplarda ko'rsatdik, chunki vaqtdan yutish uchun keyingi etaplar mana endi brauzer bo'yicha ruxsat olish kerak. Login Gantt brauzer kengaytmasidan foydalanish yoki qo'lda cookie'larni kiritish. Demak, terminalda quyidagi buyruqni yozamiz. Demak, Gantt login. Copy qildim, enterni bosaman. Demak, muammo chiqdi, chunki brauzerdan Ganttni nima qilib olishimiz kerak-da, tushunarlimi? Agar siz tushunmasangiz, mana copy qilasizda qo'yasiz. Endi buni mana buni Python orqali ishga tushiramiz. Sun'iy intellektning qulay tomoni mana shu, vaqt ham yo'qotmaysiz. Ishingiz juda tezlashadi. Faqat minus tomoni. Xo'p. Demak, chiqqan natijani qo'yamiz yana. Endi mana kechagidek beryapti manzil, tushunarli? Qo'yamizda enterni bosamiz. Demak, mana chiqdi. Buni ham jo'natamiz. Endi buni kiritamiz. Demak, mana o'rnatilyapti. Endi brauzerga Chrome o'rnatganman buni. Endi bossak, xo'p, brauzerga o'rnatish uchun
brauzerda Google Shopga kiramiz. Demak, yozasiz. Brauzerda gefunden noldan ait deysiz, ketdi mana. Demak, mana chiqdi. Demak, buni tepaga qo'yishimiz kerak. Demak, mana shunaqa o'rnatasiz. Mana men o'rnatib bo'lganman. Gantt. Endi nima qilamiz? Siz to'liq bajarasiz buni. Bitta bosamiz keyin Ganttga. Mana shu tugmani bosamiz. Bizga kalt berish kerak, tushunarli. Password yozamiz. Demak, mana ikkinchisini bosamiz. Method to copy paste base 64 launch bosamiz. Bo'ldi. Endi buni bu tarafga o'tkazamiz. Endi davom etamiz. Mana bunga o'sha copy bo'lgan narsani tashlaymiz. Endi buni copy qilib bu yerda davom etamiz. Demak, buni bosamiz. Mana bo'ldi. Endi mana nima so'rayotganini agar tushunmasangiz, shuni qo'yasizda buni ham. Bu holatda end tugmasini bosamiz boyagida. Bo'ldi, chiqib ketdi. Endi buni bosamiz. Mana email. Demak, o'zimizda emailni kiritamiz. Tushunarli? Kechagi nursoftnur@gmail.com. Demak, qidirish kerak. Qidiryapti. Key error deyapti. Xullas. Demak, bu xatoni sezishgan va bo'lishni avval sinab ko'ramiz. Xatoni endi mana buni topish kerak ekan. Xullas, buni brauzerga qo'yamiz. Va tepaga qo'yib enterni bossak, Visual Studio Code bilan ochamiz. 164-qatorda popping deyapti. 164-qatorni. Mana shunga panjara qo'yamiz. Hozircha ishlatmaydigan ishlamadi. Endi mana shu qatorni qo'yamiz. Bu berayotgan. Tushunarli mana. Buni copy qilamizda, demak, enterni bosib xatolik beryapti. Buni o'tkazib qo'yishimiz kerak va save qilamiz. Tushunarli? Save. Bo'ldi. Endi yana qaytamiz joyiga. Endi qayta nima qilamiz? Tushunarli? Enterni bosamiz. Xullas, yana muammo chiqdi. Hozir bo'ladi. Buni o'rnatamiz yana. Qaytadan boshlaymiz. Enterni bosamiz. Mana menimcha endi ketdi. Mana qidiryapti. Tushunarli? Demak, qidirib bo'ldi. Endi buni copy qilamiz. Da bu yo'l Geminiga qo'yamiz. Juda qiziqarli, muhim ma'lumotlarni qo'lga kiritibmiz. Demak, 2026 yil 2-iyun kuni Londonda bo'lib o'tadigan yirik kiberxavfsizlik konferensiyasiga borishni rejalashtirgan ekanman. O'zimni esimda yo'q to'g'risi. Bu foydalanuvchining IT yoki xavfsizlik sohasiga aloqadorligini ko'rsatadi. Ko'ryapsizmi? Kalendarida xabarni chiqarib kelyapti. Meniki bu. Mehmonxona Dortmundda, Germaniya. Dortmund mana shu mehmonxonada bandlov bo'lgan. Germaniyada borganimda mana shu mehmonxonaga turganim. Tushunyapsiz? Kontaktlardagi to'lgan kunlar ham ko'rinib turibdi. Foydalanuvchi Maps'da faol 3 ta sharh yozgan va 2 ta rasm yuklagan. Mana ko'ramiz buni. Bitta bossak. Demak, mana matchga kirganimni qo'ygan ekanman. Keyin Litvada mantini joylaganim ham chiqib keldi. Tushunarli, ko'ryapsizmi? Mana sizga Olsint qanaqa bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Vaqt mintaqasi, demak, foydalanuvchi O'zbekiston hududida Samarqandda ekanligini tasdiqlayapti. Mana shu ID ni chiqarib kelyapti. Buni yashirib qo'yaman.
Endi keyingi bosqichda nima qilish mumkin? Demak, Maps profilini tekshirdik. Demak, faylni yuklab olish masalasini uni o'zingiz qilasiz. YouTube tahlil. YouTube ushbu foydalanuvchi YouTube kanali bormi? Demak, buni qo'yamiz. Ha, nima qilar ekan? Enterni bosamiz. Chiqmadi. Buni ham qo'yamiz. Mana buni ham qo'yishingiz mumkin. Ko'ryapsizmi? Linklargacha chiqarib kelyapti. Endi buni nusxalab qo'yamiz. Enter. Endi buni qo'yamiz. Yana qidirib boshladi. Endi YouTube kanalim bormi yo'qmi tekshirar ekan. Mana nimadirlar chiqdi. Xullas buni qo'yib, bunga qo'yamiz. Demak, o'rnida termin Google Maps profil havolasi turibdi. Xullas, juda ko'p narsa chiqyapti. Tushunarli? Bizga nima ism familiya chiqdi? Yashash, qiziqishi, sayohatlari to'lgan kunigacha chiqdi. Tushunyapsizmi? Mana shunaqa sekin-sekin qidirib oxir topiladi. Kecha bizda profil ochgan odamni ham biz juda bir chuqur tahlil qildik va topdik. Tushunarli? Xullas, mana shu Ganttni o'rnatasizda sekin o'rganishni boshlaysiz. Hozircha barchaga rahmat, salomat bo'ling. Nimadir tushunmasangiz, mana Gemini ochib so'rashingiz mumkin. Katta rahmat.